sezon oldi bozorda Belarus legendarniy 3 g'ildirak traktorlar tanqis bo'lib turganda SN Invest 26 pachka Belaruslarni taxlab qo'ydik. Yangi Belarus 3 ta yumshoq Belshina original balonlari bilan 2026 tex pasporti ham 26 bo'ladi, o'zi ham 26 bo'ladi. Bu traktorimizni hozirgi paytda lizing asosida xarid qilsangiz bo'ladi. O'tgan galgi videoyimizda avtopilot haqida ma'lumot bergandik. Ko'pchilik mijozlarimiz so'rabdi. Avtopilotni siz lizing asosida xarid qilsangiz ham bo'ladi. U qanaqa bo'ladi? Traktor narxi hozirgi kundagi narxi 365 million so'm, 26si, 25 emas. Va unga 120 million so'm to'lov qilsangiz, lizing asosida xarid qilasiz va undan tashqari avtopilot o'rnatmoqchi bo'lsangiz, ofisimizga kelib Agrovektor jamoasi o'rnatib berishadi. 20 million so'm boshlang'ich to'lovga qo'shib olsangiz bo'ldi. Xo'p, avtopilot o'rnatsangiz nima bo'ladi? Birinchi navbatda yoqilg'i tejaydi. Ekin ekkaningizda tekis ekadi. Uni ertaga yiqqaningizda ham, kombayn kirganda ham, paxta ekkaningizda ham bittada xudo xolasa effektini sezasiz. Eng glavni, eng qiziq joyi Agrovektor jamoasidan xarid qilsangiz, yillik abonement to'lovi yo'q. Bitta olasiz, 10 yil bo'lsa 10 yil bepul ishlatasiz. Faqat boshida sotib olsangiz bo'ldi. Bozorda ko'p avtopilotchilar yillik abonementini qo'shib qo'yishyapti, ko'pchilik e'tibor bermayapti. Ehtiyot bo'ling, ertaga 20 million, 30 million bo'lib qolsa, bilib bo'lmaydi. Bu legendarniy Belarus 3 g'ildirak traktorimizni narxini 365 million dedik. 120 million so'm to'lov qilsangiz, 3 yilga har 6 oyda bir to'lov grafik asosida xarid qilishingiz mumkin. Xudo xohlasa, ertalab kelsangiz, kechgacha o'zingiz traktoringiz ega bo'lishingiz mumkin. Ha, aytgancha ulgurib qoling. Traktorlar soni cheklangan. 26 yangi partiya. Bu videoni kultivatsiya traktor qidirib yurgan tanishingizga yuborib qo'ying.